2023-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi top-toza qora Gentra avtomobilimiz. Pozitsiyasi 3-pozitsiyali boridan tonirovkalarga ruxsatlari bor. Aka-ukalar, assalomu alaykum. Sekin syomkalarni boshladik. To'rtta yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan ekan. Deyarli yangi holatda. Yurgani qancha dedingiz? 54 ming kilometr yurib o'tibdi. Chexol ko'rilari tashab qo'yilgan. Sana holatdan ko'rinishlari. Malibu barlar, rullar zo'ridan qo'yib. Tonirovka ruxsatnomalar qancha aka? Ruxsatnomalar. Ruxsatnomasi bor, bir 7 oy bor. 7 oy. Ha, 7 oy bor. 7 oy, yarim yildan ko'proq aka. Mayli, bemalol aka. Gazimiz metan propanmi? Metan gaz balonlarimiz mana. Toza pokiza, chiroyli holatda. Puli necha pul deyapsiz? Buni 14.600 tushib beramiz. Generali ham bo'ladi. 14.600 dollar. Laminatlari ham qo'ygan ekan. Aka, telefon raqam aytaylik. 97lik 992 992 04 44. 04 44 raqamlariga. Yetmaganlarga ham nasiya qilib beraveramiz. Qancha puli bor aloqaga chiqsin? 8000 bo'lsa, 8000. Qancha vaqtga? bor, 6 oyga javob berish. 6 oylarga 8000 puli bor aka-ukalarimizga bo'lib berishga beraman deyapti. Aytilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Yana bir telefon raqamingizni qaytaraylik-da. 97 97lik 992 992 04 44. 04 44 raqamlariga aloqaga chiqasizlar do'stlar. Yangi Gentra izlaganlarga. 2022-yilda ishlab chiqarilgan keyingi Gentra avtomobilimiz. Kraskasi top-toza ekan. Yurgani qancha dedingiz? 97 yurgan, yumshoq balonni, Magicar pulti bor, tonirovka ruxsat 6 oy bor. 6 oy ruxsatnomasi. Balonlari deyarli yangi holatda ekan. 6 oyga ruxsatnomasi bor. Pozitsiyamiz 3ligi bor edi. Avtomat. Ko'rilari bor ekan. Chexoli gazi bormi aka buni? Bor, metan gazi bor. Metan gazi bor, ha? 90 qanchami yurgan dedingiz? 97 ming. 97 mi yurgan. Puli necha pul? 12300 ga beramiz. 12300 dollar. Hop, 22 yili top-toza. tushunarli. Keyingisichi. Bu 89 ming yurganmi? 23 89 ming yurgan. Toza kraskasi. Top-toza. 2023-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi toza 89 ming yurgan. 3-pozitsiya avtomat Propani bor bor, edi. Magicar pulti, yumshoq balon bor. To'rtta yumshoq balon qo'yilgan, propan gaz balonlar qo'yib qo'yilgan. Pulichi? 13450. 13450. Nimagadir Gentralar narxini tashamayapti. 12silar tashadi o'sha. Kobotlar ham ozgina tashadi. Gentra katta bolalarning mashinasi deyshadi-yu. Kengizchi aka. 70 ming yurgan, 22 ga 23. Birkasi 23. Aha. Tonirovka Kraska? ruxsati bor, kraskasi top-toza, propani bor. Necha ruxsatnoma? Yumshoq baloni 6 oy. 6 oyga ruxsatnoma. Ha. Propan gaz baloni. Ha. Kraskalari toza. Registratorlari bormi, olib qo'yildimi? Ashna qoladimi? Ishni qoladi deb aytayaptilar. Ko'rilari bor ekan. 3-pozitsiya avtomat luki bor edi. Propan gaz balonlari, to'rtta yumshoq baloni. Puli necha pul? Buni osmononi necha pul beramiz? Oxirini qo'ydirib beramiz. 13500. 13500 dollar. Endi telefon raqamingizni qaytarib qo'yamiz. 91lik 176 3009. 3009 raqami 1 2 3 4. 00lik ham, uni ham. 00 ham sizdami? 42 ming yurgan. Bo'ldi, ketdi uni ham. Hamma yo'q, radno, Olib qo'yamiz. Navrat. Yil necha uni? 23. 2023. Kraskasi toza. Kraskasi toza. 42 ming yurgan. Bu ham shu avtomat luki bor edi. Kapyon mashinasi 7000 dollar kelinglar. Keyin holatda kapyon a'lo darajada. Pulichi? Asosiy ko'riklarimiz bor ekanlar. 8 ga beramiz. 13800. Gazichi? Gazi Benzindanmi mashina? Hamma yo'q, radno. Ha, balonlari ham o'zinali katta balondan ekan, tushunarli. 90lik bilan 528 37 47 ga ham aloqaga chiqsa bo'ladi. Tushunarli. Aka-ukalar mana ma'lumotlarni eshitdilaring. 4 ta 5 ta Gentra hammasi 3-pozitsiya luki bor edi. ABS'lari bor. Aha, ABS konditsioner hamma yo'q. Texnik holatida ishi yo'q bularda.
Bo'ldi, tushunarli. Eshitdilarmi ma'lumotlarni? Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Andijon mashina bozoridan syomkalar davom ettiramiz. 2023-yil ishlab chiqarilgan navbatdagi Gentra avtomobilimiz. 2020 ko'zi bu so'ra ekan mexanika. 26 mi yurgan? 26 mi yurgan ekan? Avtomat korobka 3-pozitsiyada. Gazi ham yo'q shekilli, 26 mi yuribdi xolos. Kraskasi top-toza, to'rtta yumshoq balonlar o'tilgan ekan. Rangi oq. Propan metanmi aka, qani? 8,5 dollar. O'sha berib yuboramiz. 4 yumshoq balon, Magicar 908 putlari, gazlar qo'yib qo'yilgan. Aha. Puli necha pul deyapsiz? 15 ming dollar baho aytilyapti. Do'stlar, 26 ming yurgan Gentra avtomobilimiz. Telefon raqamingizni aytib qo'yaylik. 97 bilan 472 42 49 raqamlariga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. 2023-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Gentra avtomobilimiz. Pozitsiyamiz 3, полный shumka qilib qo'yilgan ekan. Old tonirovkalari bor. 44 ming kilometr yurib o'tgan deydi. Pozitsiyasi 3 avtomat lyuki bor. 2020 Gentramiz bor ekan. 3-pozitsiya 171 ming probeg. Endi holat yaxshi. Ramazon tepasida. Xo'p. Aka-ukalarim, oldi tomonlari brona plyonkalar qilib qo'yilgan ekan. Mana shu oldi krilo, oldi kapotlari. To'rtta yumshoq balon ham qo'yib qo'yilgan ekan. Puli necha bilasizlar? Bo'ladigani oxirida aytib qo'yamiz 14200. 14200 dollar. Kami yo'q. Telefon raqami aytaylik. 91lik 91lik 176 176 3009. 3009 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Gümüş. 62 yurgan toza. Kamersasi bor. Masalan, nimalari bor? Proban yazar, yumshoq balon, so'zdan 909 Magicar'lari bor. Chimol poli. Tushunarli. Shumka qilinmaganmi? Oldi oynalarga sonsiz ashtalar, monitorlar qo'yib qo'yilgan ekan. 1 yevromi? Ay, sidinasi qiziydi yonidan. Oldilari, ha, tushunarli. Yurgan 62114 bo'pti. Propanmidi gazi? Ha, propan. Propan gaz balonlar qo'yib qo'yilgan. Puli necha pul deyapsizlar? Bu kunga 11,5. 23, ha? 23. 11500 dollar baho aytyapti ekan. Telefon raqami aytaylik. 77. 77 bilan 359 67. 67 77 raqamlarga aloqaga chiqasizlar. 2018-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomobilimiz. Bitta detalda yuzak kraskasi bor, ichiga o'tmagan deyapti. Yurgani 205 ming yurgan deyapti. Zadniy vidlarda ham kameralari bor. Ichkarida bormi aka registratorisi? Registratori bor. Odam bor ekan. Mayli. Tonirovka ruxsatnomalari qancha? Aprelgacha. Aprelgacha. Aprel oyigacha. 3 oy bo'lyapti, 2 oy choy. Xo'p, motor hadoylarda ishi yo'q. To'rtta yumshoq balonlari bor ekan. Pozitsiyasi 3, lyuki boridan. Xo'p, salonda nima o'zgarishlar bo'lgan ekan? Odam bor ekan, ochmagan. Ochiring, ko'rsatating, nar tomon, rol tomonda. Xo'p, monitorlar qo'yib qo'yilgan ekan, ko'ri ichi hollari bor ekan, yaxshilardan qo'yilgan ekan. Aka, metanmi, gazi, propanmi? Propan. Propan tabletga qo'yib qo'yilgan. Puli necha pul? 9300 kami bor. 9300 kami bor. So'ramasa bozor so'ramanmi? Bozor so'ramanmi? Yo'q, endi. Hali so'ragani yo'q. Xo'p, do'stlar. 9300 deyilib aytib o'tilayotgan Gentra avtomobilimizni old tomondan ko'rinishlari. Balonlarning holatini ko'rsatib qo'yaman, borib o'zingizlar baho berib turasizlar. Aka, telefon raqami aytaylik. 95 bilan 120 50 raqamlariga kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 3-pozitsiyadagi Gentra avtomobilimiz. Xo'p. Bu rang nima deyiladi? Dark Moon Blue, ya'ni tungi oy. Tungi oy degan rang. 3-pozitsiya avtomat lyuki bor edi. Salon holatini ko'rishadi.
Aka gazlari bormi buni? Yo'q, gaz qo'yilmagan. Benzinda? 8 mejiga qo'yilgan. Toza kraskalar. Kraskasi toza. Yurgani qancha bo'ldi? Yurgani 15 ming. 15 ming bo'ldi. Kilometr. Xo'p. Baraka yaqinroqda narx qadaydi aka? Aka 14 mingdan o'ta ham ozgina tushgan. 14 ming. Telefon raqamini aytamiz. Ashib 88 88 4 4 604 22 22 raqamlarga Telegram Telegram, WhatsApp hammasi bor deb aytamiz. 2023 yil ishlab chiqarilgan 24 ming kilometr yo'l o'tgan qora Gentra avtomobilimiz. Pozitsiyasi 1 bo'ladi. Xo'p, oldi sidenalar qiziydi. 24 ming kilometr yurgan. To'rt yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan ekan, yangi. Ko'rib boqmoq. Aka-ukalar, narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 12 ming dollardan ozgina tushib beramiz deyapti. 94 bilan 273 11 raqamlariga olib chiqasiz.